Go'zallarim, hormanglar, yaxshimisizlar? Bugun uyimizni o'z egalariga topshirgani, uborka qilgani keldik. Uyga ko'chib olgandan keyin hozir uyni uborka qilgan jarayonimizda bo'shatgan jarayonimda ko'rsataman. Go'zallarim, kabachkidan nonushta tayyorlaymiz bugun. Qirg'ichdan chiqarib olamiz kabachkimizni. Ozgina tuz sepamiz, aralashtirib qo'yamiz. Suvi chiqadi va suvini qisib olamiz. Qizlar 5 minut turgandan keyin suvi chiqadi. Suvni siqib olamiz. Shunday qilib bir dona tuxum qo'shamiz qizlar va un qo'shib yuboramiz kamgina. Papada shunaqangi овсяный mука, suli uni qo'shsangiz bo'ladi yoki bunaqa uningiz bo'lmasa oddiy un ham qo'shsangiz bo'ladi. Kichkintoyimga ko'pincha oddiy un ishlatmayman, shunaqa un ishlataman va papada yurganlar uchun undan ko'ra овсяный mука yaxshiroq. Va suli unidan qo'shamiz yoki oddiy un qo'shing siz, agar sizda bo'lmasa bunaqa un. Aralashtiramiz. Qizlar, mana aralashtirib oldik. Bir dona tuxum, 2 qoshiqda un, 2 ta kabachkini qirg'ichdan chiqarib, suvini siqib oldim, tuz sepib. Hozir tuzi normada, sepmayman, chunki suv chiqishidan oldin kabachkaga tuz sepib olgandim. Endi pishirib olamiz. Ozgina yog'da 1 qoshiqdan solib pishirib olamiz. Dimlab pishirib olamiz. Hozir krishkasini yopaman. Oldin sovoling. 1 qoshiqda yog' soldim. Qopqog'ini yopamiz. Pastki tarafi qizargandan keyin olamiz, yana ikkinchi tarafini qizartirib olamiz. Kabachkili kotletimiz ham tayyor qizlar. Endi nonushta qilib olamiz. Qizlar, endi yoniga qattiq va ko'kat. Kabachkili kotletimizdan teramiz. 4 dona yetadi. Yoniga 1 dona bodring to'g'raymiz va pomidor to'g'raymiz. Bo'ldi. Bugungi nonushtamiz shunaqa bo'ldi. Meni qizim mazza qilib yeydi. Shu kabachki, brokoli narsalar bo'lsa, yechim bo'lgan issiqda. Hali konditsioner yoqmadik. Yech deydi. Keyani qizim bilan bugun mosh to'kib o'ynaymiz, a? Ke. Har kuni o'ynaganimiz shu, o'rganib qolgan men qizim. Ha. Yo, mana bo'pti, mana. Ana. Massaj qilamiz. Meni o'jar qizimdan. Bizning erpa to'lqimiz mosh bilan ko'proq o'ynashdi, taklif berdi. Oldin o'ynatib turardim, lekin har kuni emas, har kun o'ynatmasdim. Endi iloji boricha shunaqangi prosinlarni yoyib, iloji boricha har kun o'ynatishga harakat qilyapman. Chunki 1,5 yoshda bola bir 20 tachaga yaqin so'zni bilish kerak. Bizniki kamroq so'zni biladi. O'shaning uchun nutqi tezda rivojlanishi uchun ko'proq shunaqa moshli o'yinlar, tugmalik sholchalar tikmoqchiman yaqinda. O'shanga qo'l motorikasi bilan ko'proq ishlashni taklif berdi. Va har kuni hamma joyga moshni sochsa ham, to'ksa ham iloji boricha harakat qilyapman o'ynatishga. Akasi, opasi o'ynatishga harakat qilyapti endi har kuni. Kecha voy hamma joyga sochgan, 1 soat plisos qilganman. Mayli, nima bo'lsa ham bolaga foydasi tegsa bo'ldi. Ko'proq mana shunaqa mosh bilan o'ynatish kerak bolani. 30 yilcha ayamlar bog'chada bog'chapo bo'lib ishlaganlar.
vositachilik bo'lib va biz ko'proq shunaqa o'yinlar o'ynatadigan narsalar yasab berardik ayamlarga. Shu esimda tushib qoldi. Tugmalar tikib, mana uzundek sholchalik narsalarga tugmalar tikardikda, bolalarni massaj qildirish uchun ayam shunaqa bizga ish buyurardilar. Mana uni yasanglar deb ish buyurardilar va biz shunaqa narsalar yasardik. Keyin kecha nerpatolog aytgandan keyin esimga tushib qoldi va ayamga sirasi telefon qildimda, keyin so'radim. Esingizda bo'lsa shunaqa narsalar qilardik, shunaqa moshni taklif qildi desam, moshdan tashqari shunaqa o'yinlar yasab berardilaring-ku bizga, shunaqalar qilinglar, qilgin deb menga aytdilar va endi har xil tugmalarni olib shunaqa prostingami, prostingni 2 qavat qilibmi, bironta sholchagami tikishim kerak bolani massaji uchun. O'zi mana hozirgi bolalar biram asabiy. Soch asab o'ynagandan sochib tashlayapti hamma joyga. Shunday qilib o'zimizni ham asabimizni joyiga qo'ygan holatda mana Magda Bishes yozdi qizimga nerpatolog. Chunki bir 10 kunlardan beri rosa ham asabiy bo'lib qolgan. E'tibor bergan bo'lsalaring, videolar olishim kamayib qoldi. Sababi nimagadir rosa injiq bo'lib qoldi bolam. Kechasi bilan yig'lab chiqib, shunaqa qiladigan bo'lib qoldi va qon topshirdik, kalsiga topshirsak, kalsiysi kam chiqdi. Kalsiy normada 2,5-3 bo'lish kerak ekan, bizniki 2 chiqdi. Qonimiz ham kam chiqdi, 103 va shuncha yaxshi pitaniya qilsam ham baribir kalsiyimiz va qonimiz kam chiqdi. Va orada mana yoz bo'lgani uchun men D3K2 berardim. To'xtatib qo'ydim. Kalsiyni ham to'xtatib qo'ydim. Yozku, issiqku deb to'xtatib qo'yganim, lekin noto'g'ri qilgan ekanman, bekor to'xtatgan ekanman. Va bizga yana o'sha o'zim beradigan dorilarni yana qayta berishimni maslahat berdi doktorimiz. Bugun har xil chaqchuqlarni olib tozaladik. Bolalar dadasi, men o'tirib asal aralashtirib hozir dumaloqcha qilib olib qo'yamiz. Har kuni ertalab bitta-bittadan bolalarga beraman, o'zimiz ham yeymiz. Qo'shasiz. Toza asal oldingizmi? Bo'ladimi, paka? Aralashtirib ko'ringchi, paka. Quyavur, ani bo'lmadi bu quyov. Aylantirib qo'y. Qarang, sharikchaga suv yo'q ketmas. Samir. Kechi. Bismillah. Mazam. Yaxshimi? Hamma vitamin ichida. Ko'p yevorma, kuchli. Ko'p jonim. Ertalabda yarim bering. Yana. Yana bering. Ikkita yedingmi? Bitta yeding? Go'zallarim mana tayyorlab oldik. Yigitim bilan birgalikda. Turmush o'rtog'im ko'p ishlarimda yordam beradilar, alhamdulillah. O'zlari aytadilar, ko'pincha hazil-huzil qilib, sen meni jackpotda yutib olgansan deb, rostdan ham jackpotda yutib olganman. Xullas qizlar, mana shu bir haftalik mana 4 tadan yeganimizda ertalabda bittadan beraman. Juda foydali narsa bu qizlar. Magniy bor, rux bor, kaliy, xullas oqsilga boy
vitaminga boy, energiyaga boy sharikchalar. Xullas hamma narsadan solib, mayiz va turshak, keyin pista, bodom, keshu, yana masalan qovoq urug'i soldik. Xullas hamma chaqchuqlarni solib asal bilan aralashtirdik. Go'zallarim, kichkintoy uchun makaron yog'gacha qilmoqchiman. Mana bir qoshiqda gihi yog'i soldim. Shu gihi yog'idan ishlataman. Va sabzini solamiz. Piyoz solmayman. Sabzini solamiz. Past olovda pishirish kerak kichkintoylar ovqatini. Sabzini solib hozir qo'rib olaman. G'ishtdan chiqarilgan bitta sabz soldim va yarimta sosalang bo'ladi kartoshkani. Men bitta soldim, chunki qizim juda yaxshi ko'radi kartoshkani. Ham buni 2 marta yeydi. Obedga va kechga ham yeydi. Yaxshi ko'radi. Meni qizim ovqat kutib o'tiribdi. Ozgina tuz solaman, sababi 1,5 yosh bolacham. 1 yoshi 5 oylikgacha tuz bermadim. Hozir 1 yoshi 6 oylik. Ozgina qo'rib suv solamiz. Qizlar keyin shunaqa makaron solaman. Makfaniki, faqat bu 3 yoshdan deyilgan. Qizim 1 yoshi 6 oylik. Faqat bemalol yegani uchun hozir ko'rsataman. Qizim bemalol yeydi katta makaronlarni, o'shaning uchun ishlatyapman. Agar sizni qizingiz chaynashga qiynalsa, bolachangiz o'g'il bolacham, qiz bolacham chaynashga qiynalsa, unaqa makaronlar ishlatmang, maydasidan ishlating. Men qizim bemalol ovqatlanadi o'sha. O'shaning uchun bu makaronlarni bemalol yeydi. Shuning uchun 3 yoshdagi bo'lsa ham ishlatyapman. Ko'rinishi shunaqa, korzinkadan olaman doim. Qizlar makaronchalar har xil shaklli bo'lgani uchun bola qiziqib yeydi. Baliqcha mana, yulduzcha mana. O'shaning uchun olganman bu makaronchani. Qopqog'ini yopib past olovga dimlab qo'yamiz. Qizim shaftoli yeb mazza qilyapti. Xullas bugungi ishlarni qilib, qizimni sochini kestirganmiz, salonga ketyapmiz. Ketdikmi O'zimxon? Go'zallarim, mana salondan keldik. Tushonkamiz ham pishdi mana. Yumshoqqina bo'lib 4 soat pishdi. Bu yoqda piyoz qildim, bu yoqda guruch. Tushonkani suvini ko'proq solaman, bu yoqda salat. Ko'chish ishlari boshlangan bizda. Hozir bu 100% dan bir 5% bo'lsa kerak. Juda kiyim ko'p ekanmizda. Qishki kiyimlar, qishki kiyimlar. Bu yerda qishki kiyimlar, o'ni toza bardak. Yonimizga o'zi konteyner ham yoniq, ventilyator ham qo'ymaganmiz. Korobkalar ko'proq olib keldik, shularga solmoqchimiz hozir. Voy, bularga idish solamiz. Mana ular berib yuboradiganlar, xullas hech nima olmay chiqib ketyapmiz. Itda shuncha kiyim-kechak, ashqal, dushqal, prosinlar joylash kerak. Ko'chish arafasida kichkintoyimga shunaqa makaroni ovqatcha tayyorladim. Bunaqangi katta musor paket to'la bu spalnining ichidagi trimolardan chiqqan ular keraksiz ashqal bushqallar. Nima bo'lsa tashladikda, apparat sal simi bo'lmasa ham tashladik. Bitta mana uzumlar, barglar yopganim. Bitta mana bonkalarni terdik, chiroyli qilib qolganini berib boramiz. Mana shuni o'zimizga olib qoladiganlarni terdik. Judalarni berib boryapmiz xullas. Bu yoqda hozir bardagizm mana hozir konteyner yopib ish qilyapmiz. Buni yig'ayapmiz mana shunday qilib. Ayni ko'chish arafasida ham ko'chadan biz zakaz qilmaymiz. Uyda mana charchasam ham bir o'zim qilishga harakat qilaman. Bu yoqda piyoz qovurdim. Sal qaramabman, sal chetlari qizarib kuyibdi. Va piyozni gihi yog'iga qovurdim, tovuq go'shti soldim, pomidor soldim. Kamina pishgandan keyin shunaqangi mana slivka qaymoq solamiz. 35% qaymoqdan solamiz. Hozir bir qoshiq solgan bo'lsam, hozir yana solaman.
Shunaqangi hozir shpenatni solib qaynataman. Tez va oson tayyor bo'ladigan ovqatimiz. Endi ustiga sirni sepamiz va aralashtiramiz. Mana qizlar aralashtirib oldim bir narsa qilib. Qaymoqlar ta'mi bilan sochni bo'ladi. Shunaqa gaplar qizlar. Yig'dik hammasini. Shu yerga ko'chib keldik. Ko'rinishlari bolalar o'tiribdi bu yoqda. Divan, spallar ko'rsatman. Hozir endi xolodilniklarini bu yoqda mana dekorativniy narsalarni olib kelib olganman. Bu yoqda kuxonniy shkaf и bilasizlar, men tozalik jinnisiman va men hozir ubirka qilishni boshladim. Ularni yechdim mana. Ularni ham yechdim. Bu yoqda morozinliklari nimani hisobiga muzlagan, bilmayman nimani hisobiga muzlagan. Hozir o'chirib, polni yuvaman. Polni shkaflarni ichini artib, polni kiyim narsalarimni joylayman. Qizlar, xonimlar, yaxshimisizlar? Shunday qilib, kvartira uyimizga ham ko'chib oldik. Bilasizlar, sabrim chidamaydi unaqa narsalarga. Ubirka qilishga tushib ketdim. O'zim uyimda ubirka qilishga zerikib ketgan ekanman. Ammo bilmayman, bu yerda shunaqa maza qilib ish qilyapman. Hozir men bilan muzlab ketgan ekan. Muz bo'lib ketgan shunday. Hozir muzlarini tushirib, hammasini bittadan artib chiqayapman. Mana yuvdim, qizim artyapti, qog'oz salfetka bilan. Men bularni ham hozir yuvaman. Hammasini yuvib, mana chiroyli qilib joylayapmiz. Bu qiz oyog'imiz tagida mana. Bu yerda kichkintoy uchun shovla soldim. Shovlachasi pishib qoladi hozir. Farshga qildim. Yetim menga yordam beryapti. Men yoqda ovqat qilyapman. Shunday qilib porядка qilib, boringizga shukr. Shapa. Yemoq uchun tishlamoq. Yemoq uchun tishlamoq kerak. Ovqatda umidingiz bo'lsa tezroq ish qiling. Mana shu shukr, narsalarda bu yerga daxla beryaptilar mana. Spalniyada qizlar ishlayapti. O'smirma qizi va o'zimni qizim yordam bermoqda. Hozir spalniya narsalarni joylab turishsa bular, vannani joylaymiz, kuxnyalarni joylaymiz, hamma narsalarimizni olib kelib oldik. Yana bittasi kerak. Sig'armikan bu? Sig'ar ekan. Bu yoqqa dadamizni soatlarini joylashtiraman. Powerbanklarini va mikrofonni joylashtiramiz. Bu qiz o'zi bilan o'zi ovora, mayli, barakib tursin. Yo'qda hozirchalik qizimning krabiklari. Faqat krabik oladi bu qizim.
Boshqa narsa olmaydi, faqat krabik jinsi. Bo'ldimi? Mana shuncha krabiklar joylashtirib oldim. Vitaminlarimizni bu yoqqa joyladim paka. Kichkintoy zakulkachalari, sirg'achalari. Bu yerga shimlar joylandi. Bu yerda mana yigitimni veshilkasi bo'ldi. Bu yoqqa joyladik. Bu yerda mana meniki, bolalarimniki paka joylandi. Endi shunaqa bo'lib turadi. Bitta spalnida bo'lganimiz uchun. Yog'i shifonyer katta ekan, yaxshi. Bu yoqqa joylandi mana. Tepaga kolonkalarni joyladim. Hali narsalar juda ko'p. Qishki kiyimlarni teparoqqa qo'yamiz endi bu yoqqa. Mana joylandi. Bu yerga qizlar pastellarimni va sochiqlarimni taxladim. Yuz sochiqlar mana bu yoqda polniy. Buni ham taxladim. Xullas bunday tursin, mana nima aytgan biror nima qo'yaman hozir. Mana tualetlarni ham bir yaxshilab yuvolyapman. Bunaqa dabdala emas ekan. Yangi kelinchaga yashagan, chiqincha yashamagan. Shunga chiroyli qilib yuvolyapmiz. Xullas go'zallarim, bu yerga sochiqlarni ildim. U yerga yuz sochiq, qo'l sochiqlar, bu yoqda gellarni taxladim. Hamma narsam sig'madi, lekin bu yerga ham bir nimalarni qo'ydim. Xullas ko'p narsam sig'madi. Va o'z pastalar, shotkalarni qo'yaman, bo'ldi. Qizlar, bu yerga mana sushilkada tarelkalarimni, bokallarimni qo'ydim. O'zimning sushilkamda katta tarelkalarim ham sig'ardi. Bu yerda polga borligini hisobiga tarelkam sig'madi va tepaga joyladim. Bu yer ham bo'ldi. Va bu shkafga hali sartrovka qilib olaman. Bu yerda tuzlarimni qo'ydim va bu yerda mana manniy kurpalar, nima bor, chechevitsa, bu yerda mayiz, bu yerda shakar, bu yerda ovsyaniy mukalar joyladim. Bu yerda strich qog'ozlar bor, idishlar bor, mayda juda narsalarni joyladim. Bu shkafga ovsyanka, chechevitsa, grechka, bulgur, shunga o'xshagan makaronli narsalarni joyladim. Go'zallarim, xormanglar, yaxshimisizlar? Kichkintoyimga tabachkili kotlet tayyorlayapman. Bu yerda pishyapti qolgani. Dizi yog'ida pishirganim uchun mana bu qoracha bo'lib qolibdi. Shuni pishirib olyapman mana. Mana xullas go'zallarim pishdi. Bu yerga moslashib olgunimcha anchagina vaqt ketadi shekilli. Bu shkafga nimalarimni joylashtirdim, pripravalarimni joylashtirdim.
Hamma pripravalarim kirdi. Bitta kofe. Shular chiqdi faqat. Bu yerda shu narsalar. Bugun bizda pitssaxo'rlik. Ovqat qila olmadim uborka bilan bo'lib. Bu yerda meni zakazim. Bu yerda bolaniki. Bunisi go'shtli ekan. Bu yerda tovuq va yana pepperoni, bu yerda salat tayyorladim. Mana bu yer kuxnyamiz, hamma joy porядка bo'ldi. Hamma joyda porядка qilib, kullerlargacha mana холодильникlarni ichlarigacha bo'shatdik, chiroyli qilib yuvdik. Voy, mana uni tashlab yuborishimiz kerak ekan. Tak. Bu yerda mana bo'sh bo'ldi. Hamma narsani tashlab ketyapmiz. Texnika ishdimi olmayapmiz. Bu yerda mana shkaflarim, har bittasini niyat qilib mana yasatganman. Bu yoqqa salfetkalar taxlardim. Bu yoqqa kattaroq sochiqlarni taxlardim. Xullas bu yerda zapchastlar turardi. Bu yerda mana shkafimiz edi. Bu tortmalarda ham ko'p narsalarimiz turardi xullas. Mana ikkidan to'g'ri kirib kelganda zal ham mana televizorlar qoldi, hamma narsa qoldi mana. Chiroyli qilib uborkacha qildik xotin ikkalamiz. Bu yer mana spalni. Spalnilar hamma joyda o'ynaklargacha artib, cho'tka qilib topshiryapmiz mana. Bu yerdan chiqamiz, detskiga qarab yuramiz. Bu detski bolajonlarim xonasi edi. Bu yerda kitoblarni taxlashardi. Buni katta qizim 2,5 yoshligida yopishtirgandik shu kapalakchalarni. Bu yer mana shkaf. Hammasi mana chiroyli bo'lib qoldi. Bu yerga yuramiz endi. Bu yer vanna. Vannalarni ham chiroyli qilib yuvib, joy-joyiga qo'ydim. Bu yer mana tualet. Bu yer koridor. Salvizator, shkaflar. Xullas hamma joy chiki-chiki toza bo'ldi. Baxtli kunlarini kechirishsin bu uylarda, to'ylar qilishsin. Mana yaxshi insonlarga topshiryapmiz. Mehmonga kelamiz, xudo xolasa. Podyezdlargacha yuvib, tozalab, chiroyli qilib qo'yib topshiryapman. Dorlargacha qildirgandim. Qo'llarim qaltirayapti, tavba, nimagadir.